Assalomu alaykum hammaga. Bu videoda men multilevelga registratsiya qilishni ko'rsataman. Hop, birinchi navbatda bizga Google kerak bo'ladi. Google ga kiramiz. Va my.go deb yozsak, birinchida chiqib keladi o'zi sayt. my.go.uz sayti. Shunga bosamiz. Va kirdi saytga, tepa o'ng burchakka kirish degan joyi bor. Shunga bosamiz. my.go saytiga kirishimiz uchun OneID dan ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak. Bu yerga OneID login parolimizni kiritamiz. Login parol, OneID login va parollarni yozasizlar. Kirishni bosamiz. Mana biz my.go.uz davlat xizmatlari markazi saytiga kirdik. Pastga tushsak, sohalar degan joy bor. U yerda ta'limda chet tilini bilish darajasini aniqlash degan punkt bor. Shunga bosamiz. Bu yerda xizmat narxi yozilgan. Bazaviy hisoblash miqdorini 1.35 baravari. Hozirgi kunda 556.200 so'm. Xizmatdan foydalanishni bosamiz. Va arizani shakllantirish bo'limiga o'tadi. Biz arizachining o'zini bosamiz, agar o'zingiz ariza berayotgan bo'lsangiz. Keyin hudud kiritiladi va u yerda yashash manzilingiz haqidagi ma'lumot to'g'riligini tekshirib qo'yasiz. Telefon raqamingizni ham tekshirib qo'yasiz. Keyingi tugmasi bosiladi. Test topshirish tilini tanlaymiz. Ingliz tilidan olmoqchi bo'lsangiz sertifikat ingliz tili, test topshirish hududi. Hududga to'g'ri yozamiz. Misol viloyatdan kelib turib, Toshkent shahrida yashayotgan talabalar bo'lsa, Toshkent shahrida topshirmoqchi bo'lsa, hududga Toshkent shahrini belgilaydi. Doimiy yashash manzilida topshirish shart emas. Test topshirish darajasida o'zi bitta punkt bor, multilevelni belgilaymiz. Hozirda akademik liseyn 4-semestr talabasimisiz? Agar talabasi bo'lsangiz ha, agar talabasi bo'lmasangiz yo'qni belgilaysiz. Va arizangiz haqida umumiy ma'lumot kelib chiqadi. Tekshirib oling bir yaxshilab. Va pastga tushsangiz yuborish tugmasi bor, yuborishni bosamiz. Hop, endi bizga to'lov qilishimiz uchun sizdan invoice raqam kerak bo'ladi. Shu haqida so'rayapti. Yangi invoice olishni bossangiz yaxshi o'zingizga. Yangi invoice olishni bosamiz. Belgilab turib yuborish tugmasini bosamiz hozir. Va sizga ikkita to'lov usulini ko'rsatadi. Birinchisi QR kod orqali to'lov qilishingiz mumkin. Yuborishni bosdik. Shu QR kod orqali yoki invoice raqam orqali to'lov qilishingiz mumkin. Invoice raqamni xuddi shunda arizaga o'tish degan pastga tushsangiz arizaga o'tish degan punkt bor. Shunga bosasiz arizaga o'tish punktiga. Hozir bu boshqa to'lov usullari ham bor. Shu optimal variantni tanlab o'zingiz to'lov qilishingiz mumkin. Arizaga o'tishni bosamiz. Va umumiy ma'lumotlar, arizangiz qaysi bosqichdaligi ko'rib chiqish bosqichida arizangiz hozir. Tepada invoice raqam bor, mana strelka qilib qo'yganman. Mana invoice raqam degan, o'shani olib turib click pay me, farqi yo'q, paynet invoice raqamni olsangiz ma'lumotlar kelib chiqadi va xuddi shu ma'lumot pastiga chiqsangiz arizani bekor qilish ham mavjud. Arizani bekor qilsangiz ham bo'ladi. Umumiy ma'lumot shundan iborat.